Assalomu alaykum, hammaga salom, xush kelibsizlar. O'tgan video juda cho'zilib ketganligi uchun ikkita qismga bo'lishga qaror qildim. Bugun ikkinchi qismi. Demak, Koroleva kubkovda biz qolgan edik. Mana bu Koroleva kubkov. Koroleva kubkov ostida tug'ilgan burch vakillari kim edi? Koroleva kubkovda eslatib o'taman, bular suv vakillari, это водный знак девочки. Значит, kimlar kiradi? Rak kiradi, skorpion kiradi va rybalar kiradi. Eslab qolinglar. Dальше davom ettiramiz. Agar shu kontentda videolar yoqqan bo'lsa, yozib yuborasizlar. 4 ta qirolicha, 4 ta qirol deb davom ettirib ketaveramiz. Bu bizning asosiy fishkamizga aylanib qoladi. Demak, Koroleva kubkov, 8 pentakli. Ishga kirilib ketibsiz, ishlayotgan ayol chiqdi. Ishi stabilniy. Так, отшельник. Oy, hamma yo'q joningizga tegib ketdi. Juda ham sizlarni tushunaman. Hali shunday boshingizni olib chiqib ketsangiz, neobitaym o'stirlarga borib qolsangiz, hech kim sizni topilmasa, nima desam bo'lar ekan? Qandaydir o'zingizni отстранённо tutyapsiz-da. Отстранённо degani o'zbekchasiga qizlarjon, bu haligi hamma narsadan уже nima deydi, jonga tegib ketadi-ku. Voy, birov tegmasa-yu, tinchgina o'zim yashasam, o'zim kitobimni o'qisam, o'zim ishimni qilsam, birov gap so'ramasa deb haligi. Yoki masalan bironta bir ishlayotgan bo'lsangiz qizlar, bu ishda qolib ketishingiz, hamma ketishini kutib, o'zingiz qolib ishni oxirigacha yetkazdirishingiz yoki uyga olib kelib uyda qilishingiz, mana shu yoki yana ham mukammal bo'lishi uchun shu sohada siz o'zingizni izlayapsiz, ya'ni yangiliklar izlayapsiz, istinalar, qanaqadir formulalar izlayotgandirsiz, yangi yo'llarini, yechimini, qandaydir o'zgacha bir nauka bilan bog'liq narsalardimikan, qandaydir hozir dalsha bo'lishib ko'rsak chiqaveradi. Atrofingizda korol jezlov bor ekan. Xo'p, korol jezlov bu figura, 3 pentakli. Bu korol jezlov ishxonangizdagi sherigi boshlig'ingizmikan, sherigingizmikan yoki turmush o'rtog'ingizmikan? Qaranglar, bu karta ham asalari qanday ishga berilsa, xuddi shu ishni ramzi mana shu karta bo'ladi. Bu karta ham bundan oldingi ko'rsatgan kartamni dvoynigi, sinonimi desa ham bo'ladi. Bu karta mana bu kartaga qaraganda bu kollektivная работа. Qizlar, qanaqa kollektivная работа? Bu kollektiv ichida ishlaydigan ish. Soatbay bas, onlayn ish bas. Agar mana qarang, agar mana bu karta chiqmaganda, haqiqatan ham bu отшельник yonida, ya'ni поточная работа, lekin отдаленная работа, ya'ni uzoq masofaviy ish deb ta'birni berishim ham mumkin edi, lekin mana bu kollektivniy ish chiqyapti. Kollektivniy ish bu qanaqa ish? Kollektivniy ishdan tashqari bu работа с перспективой роста карьерного, ya'ni kelajagingizda o'sadigan, ulg'ayadigan, o'suvchi ish. Bitta joyda to'xtalib qolmaysiz. Bu nima deydi? Bitta должностьdan ikkinchi должностьga o'tadigan ishda ishlayapsiz ekan. Hamma shanslaringiz bor o'sishga. Intilganga toleyyor qizlar. Tuz mechey. Что-то yaqinda прояснится. Bir narsa oshkor bo'ladi-da. Janjaldami, urushib qolishdami yoki резко ochilib qoladi, bilmagan joyingizdan chiqib qoladi. Desatka jezlov og'ir, qiyin. To'g'ri tushunaman. Juda ham qiyin, og'ir sizga. Boya отшельник ramzini ham aytib ketdim-ku. Boshingiz olib chiqib ketgingiz keladi. Luna fantaziyaga berilib, lekin bu yolg'on fantaziyalar, qizlar, ishonmanglar.
xomtavo bo'lib yurmanglar o'zlaringni o'zlaring anaqa aldab. Шестерка pentakley. Yaqinda yo oylik olasiz, yo premiya olasiz. Yo kimdir sizga pul jihatdan потому что pentaklevый kartalarning значенияsi ta'biri qizlar, yana agar taroga qiziqayotganlar bo'lsa, buni ham bilib olinglar. Это все, что связано с материалкой. Ya'ni bu boqiy dunyoni ramzi. Ish bo'ladimi, sog'liq bo'ladimi, oila bo'ladimi, oylik bo'ladimi, hamma narsani nima deydi, o'lchab pulga sotib oladigan narsa bu. То есть это материальный мир. Bu karta esa sizga yaqinda pul tushishini ko'rsatuvchi karta. Qanaqa qilib pul tushadi? Bu siz mehnatingiz bilan topgan pul emas. Boshqa insonlardan, rahbardan, ishlayotgan tashkilotingizdan, oilangizdan, xullas boshqalar sizga oylik tushirib beradimi, premiya beradimi, avans tushadimi, xullas qarzi bo'lsa kimdir qarzini beradimi, shu kartani bildiradi bu. Mir. Хорошо. Так, поехали. Мир картasiga тройка кубков. Страшный суд. 2. Королева жезлов. Qaranglar. Мир – это конец чего-то и начало нового. Buni cheksiz fantazировать qilsa bo'laveradi. Chunki sizlar ko'pchiliklarda bitta odam ko'ryapti, bitta odam ochirimini ochganimda ham bitta odamni o'sha danilariga, ismiga, tug'ilgan yillariga qarab turib ochib bersam bo'laveradi. Sizlar ko'pchiliklar ochirim bitta. Это общий расклад. Umumiy ochirim. Qaranglar. Mir endi ko'pchilikka qana kelishi mumkin. Endi hammamiz har xil-ku, to'g'rimi? Koroleva kubkovlar ham bitta koroleva kubkov bas-ku. Burjlar ham masalan nima deydi, rak, skorpion yoki masalan rybalar ham ko'pchiligimiz, to'g'rimi? Bittamiz rybadir, bittamiz skorpiondir, bittamiz rakdirmiz. Qaranglar, 21-karta bu degani qanaqadir sikl, ish siklimi, hayot siklimi. Endi hozir boshqa desatka mechey bilan anaqa chiqmayapti, nima deydi? Transformatsiya, smert bo'lganda bu atrofingizda bironta bir yaqiningiz, qarindosh urug'ingizmi yo tanish insonmi, xullas atrofingizdagi bittasi haqiqiy fizический smert o'lgan deb aytib berar edim, lekin u karta xudoga shukr tushmadi. Chunki hamma kartalarning o'zining ham simvollari bor. И связкада 2 yoki 3 bo'lib tushganda ham значениялari o'zgaradi. Так, ishlaring tugab yangi sikl boshlanishi mumkin. Bu ish yo по договоренности bo'ladi, chunki do'govorlaring tugab yangi do'govor qilasizlar. Yo o'qishlaring tugagan bo'ladi. Qandaydir o'qish bir sikl 1 yilligi tugab turib, ikkinchi yilliga ketgan bo'ladi, yangi etap ketgan bo'ladi. Отношенияларing tugagan bo'ladi. Eski отношенияларing tugab, yangi отношениyaga chiqayotgan, ya'ni o'sha yangi pog'onasiga o'tayotgan bo'lasizlar yoki birato'la tugayotgan bo'ladi. Lekin tugashi ko'rinmayapti menga. Наоборот, дальше перспективали отношения. Yana ham chuqurlashib, yangi pog'onaga chiqish mumkin. Aytyapman, bunga fantaziya juda ham cheksiz. Tak. Endi troyka kubkov chiqdi. Mana shu sikllarning tugashiga sizlar xayriyat, qutuldim, boshqatdan yangidan boshlayman deb qaranglar. В кругу друзей, ya'ni o'rtoqlaring bilan bu narsani yuvasizlar. Bayram qilib nishonlaysizlar. Tushunarli? Bundan qochilib qutula olmaysizlar. Chunki qaranglar. Bu tevadan bitib nima deydi, qog'ozga уже muhrlangan, bundan qochib qutula olmaysiz. Все уже bu taqdiringiz peshonangizda bor ekan. Qanaqadir sikl tugashi va shuni nishonlashingiz. Hayotingizga koroleva jezlov kirib kelyapti.
Koroleva jezlov o'rtog'ingiz ham bo'lishi mumkin. Yoki qaranglar, mana undan oldingi kartamiz oymidi? Luna. Koroleva jezlov o'zi nima deydi? Mana shunaqa polbanf yoki masalan nima deydi? Qaysi boshqacha bir bizga o'xshagan kuchga ega ayolni ham bildiradi. Bu Koroleva jezlov o'zi magiya bilan shug'ullanadigan, ezoterika bilan shug'ullanadigan ayol o'zi aslida. Hamma raskladda ham chiqsa, lekin yonida ko'p nima desam bo'ladi, kolodalar chiqsa ham uni bildiradi, lekin Luna подтверждать qiladi degani qatiradi bu faktda. Haqiqatdan ham qanaqadir ezotericheskiy kuchga ega yoningizda ayol bor yoki yo'q. Murojaat qilishingiz chiqmayapti lekin. Hozir dalshi bo'lishni ko'ramiz. Men hali gurularingga, ustozlaringga o'xshab, mana kartalarim uchib ketyapti. Nima deydi? Chiqqan kartani ta'birini tap aytmasdan, uning simvolizmini ham, nimani bildirishini ham aytib o'tib ketyapman. Qaranglar. Kartani tubida справедливость chiqdi. Значит, это должно быть по закону. Всё. Nima qilgan bo'lsangiz, nima ekkan bo'lsangiz, o'shani olasiz deydi. Va nihoyatda boy badavlat, xursand. Kubki это эмоции. Это радость. Mana shu emotsional состояниеңiz, прям ruhiy degani состояниеңiz shunaqangi mazza qilib boradi. Aytyapman, bitta qanaqadir bir narsalaring tugadi. Devorlar, xayriyat tugadi deb. Kimdir sizni aldab yuribdi, sizdan foydalanib. Yaqin odamlaringizdan biri, ehtiyot bo'ling. Dvoyka pentakli. Men перевернутый kartalarim bilan ishlamayman. Dvoyka pentakli bu, это партнерские karta-da. Это ishdagi hamkoringiz, uydagi eringiz bo'lishi mumkin, yana nima? Biznes partnyor bo'lishi mumkin, hamkasbdoshlar bo'lishi mumkin. Agar erga tegmagan bo'lsangiz, qandaydir yaxshi ko'rgan yoringiz bo'lishi mumkin. Деловой partnyor bo'lishi mumkin, qizlar. Erga tegmagansiz. Agar haqiqatdan ham shunaqa bo'lsa, like bosib yuboringlar. Mana buni isboti ko'rdilaringmi? Men bekordan gapirmayman. Atrofingizda girdi kapalik bo'layotgan yosh uylanmagan yigit yuguribdi. Tushunarli? Так. Давайте, может быть, negativчикni ko'ramiz. Negativni ham ko'rib chiqamiz. Qani negativlaring bormi? Uni juda negativlari chiqmadi. Bilmayman, Koroleva jezlov bilan oy nimaga chiqqanini. Balki o'rtoqlaring shunaqadir, balki meni ko'rayotganlaringga chiqqandir. Mendan tashqari boshqa tarologlar anaqa ochirimlarni ko'rayotgan bo'lsalaring chiqqandir. Shu hayotlaringda bor deyapti-da. Ehtiyot bo'linglar. Kasal bo'lishlaring ham mumkin ekan. Так, men aytdim-ku, agar karta смерти va desatka mechey chiqqanda kimdir o'lgan bo'lardi. Mana shu, agar ana shu karta chiqqan kartalarga qo'shilib, mana hozir men ochdim, shu ham qo'shilganda bu 100% emas, 200% smert o'lim bo'lar edi. Sizlarniki emas, yaqin atroflaringdagi tanishlar, qarindosh urug'lar, ishxonadagilar, bilmayman, yon atrofdagi insonlaring. Ehtiyot bo'linglar. Qandaydir berk holatda anaqa nima deydi, как будто turmada, вообще-то эта karta turmani ham bildiradi. Xuddi qamoqxonada, berk joyda turganingizni bildiradi. Balki o'shaning uchun mana hammadan qochib qutulmoqchi bo'lasiz. Bu kartaga maslarga aytaman. Вы находитесь в заперти.
xuddi qamoqxonada daqa joyda o'tirib turibsiz, yashayapsiz. Hozir turishingiz ham, yotishingiz ham shu. Nima deydi, kasal bo'lish ehtimoli bor agar hozir kasal bo'lmagan bo'lsangiz. Rosa ham charchagansiz. Problema со здоровьем, девочки, ehtiyot bo'linglar. Yo'lga chiqmoqchimisiz? Bu yo'lingiz ham qorong'i, tunda bo'lyapti. Qishda bo'lyapti. Qani hozir boshqa kartalarni ochaylikchi, chunki yo'l yillarga cho'zilib ketyapti. Nimaga unaqa? Да, деловая дорога, это дорога, это дорога. Видите, деловая дорога. Yo'q, qishda chiqasiz yo'lga. Endi aniq уже yoz o'tib ketdi. Agar yozda chiqmagan bo'lsangiz, demak qishda chiqasiz. Biznes bilan chiqib ketasiz, qizlar. Встречи, деловые встречи bo'ladi. Sizlarga o'sha nimaga yo'lga chiqasizlar? Неожиданный, tasodifan sizlarga taklif tushadi. Yangi ish taklif qilishadi. E'tiborga olib qo'yinglar. Agar haqiqatdan ham eski ishingni tezroq mana ko'ryapmiz-ku, bu narsani kontsovkasi tugashi chiqdi. Buni xursandchilik bilan qutuldim deb nishonlaysizlar dedim-ku, qochib qutulolmayotgandilar mana karta отшельникada yoki masalan удаленная работа, kompyuterdami, uydami ishga olib kelyapsizmi qandaydir, yo zakazgami, hali narsa bayga qilinganmi, shuncha qilsang shuncha pulingni berim. Это отдаленная работani ham bildiradi. Desam, batta boya aytganimdek коллективный работа bo'lib chiqyapti-da. Demak, вы хотите убежать. Вот эта карта. Вам предлагают и qutulasiz ham. Вам anaqa yo'lga chiq, yangi ish taklif qilamiz deb yo'lga chiqishingiz ham mumkin bo'ladi, qizlar. Meni tushunyapsizlarmi? Qiynalmayapsizlarmi ruscha o'zbekcha gapirib tushuntirayotganimga? Bitta like bosib yuboringlar, ha? Karta vыбора. Karta vыбора и mana qaranglar, korol. Korol endi bu nima desam bo'ladi? Yurist, vrach, politseyskiy, начальник bo'lishi mumkin, vладелец. Tushunarli? O'sha ishlarga tushadi, taklif bo'ladi. Bo'ldi.